Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Sizlarga informatika test robot nomli informatika fanidan mavzulashtirilgan testlar bazasini tavsiya qilmoqchiman. Va botimizning ko'rinishi testni boshlash tugmasi, nazorat ishi, vaqt bo'yicha bajarish, YG savollari, attestatsiyada tushgan savollar va mening natijalarim. Birinchi testni boshlashdan boshlaydigan bo'lsak, bizga boblarni tavsiya qiladi. Qaysidir bob bo'yicha bajarmoqchi bo'ladigan bo'lsak va har bir bobni ichida yana bo'limlari bor. Aytaylik, sanoq sistema va kodlashga kiradigan bo'lsam, turli sanoq sistemalarda arifmetik amal, sonlarni bir sanoq sistemasidan boshqa sanoq sistemasiga o'tkazish, axborotni kodlash, grafik axborotlarga oid masalalar va hokazo. Kompyuterning texnik dasturiy ta'minoti kiriladi. Dasturlash tillari. Mana dasturlash tillariga kirgan vaqtimizda bizga kerakli bo'limlar chiqdi. Va birorta bir bo'limni tanlagan vaqtimda ixtiyoriy tartibda shu bazani ichidan 25 tasini ishlashligim mumkin yo barchasini bir boshdan bajarib borishimiz mumkin. Endi bazada kiritilgan Pythonga oid barcha savollarni ishlab chiqib, birorta bir bo'shliq qoldirmayman desangiz, barchasini bajarishingiz mumkin. Yoki o'zingizni sinash uchun bo'ladigan bo'lsa, ixtiyoriy tartibda 25 ta test deganini tanlashingiz mumkin. Va bu yerda test savollari kelib chiqadi. Test savollari bo'yicha aytaylik, birorta bir javob belgiladingiz va shu savol bo'yicha sizda e'tiroz bor. Ya'ni savolda javobi noto'g'ri kiritilgan yo aytaylik, rasmi joylashtirilmay qolgan bo'lishi mumkin. Har xil holat bo'lishi mumkin. Shunda e'tiroz yuborishingiz mumkin. Undan tashqari yangi bitta funksiya, agar hozir bu yerda video yechim yoki rasm yechim qo'shilgan bo'lsa, uni o'shani javob sifatida yuboradi hamda o'sha masala bo'yicha admin tomonidan yaratilgan video kontentni ko'rishingiz mumkin. Hozircha bu qo'shish jarayonida videolar qo'shib borilmoqda. Mana bunda video bor, aytaylik, mana video yechim chiqadi. Video yechim bo'lgani bilan yana yangi bitta imkoniyat qo'shildi. Sun'iy intellekt javobini o'qish yechimi. Ya'ni sun'iy intellekt orqali shu savolga javobni olishingiz mumkin. Aytaylik, sun'iy intellekt yechimini o'qish tugmasini bosgan vaqtimiz hozir bizda Gemini bilan ulanmoqda. Limit tugagan bo'lishi kerak, ochig'i. Bugun ko'p ishlatgandim buni. Javob kelsa o'z yerda paydo bo'ladi. Keyinchalik buni ham Geminini ham pullik versiyalarda foydalanib doimiy javob beradigan holatga keltiramiz. Har bir savol bo'yicha xohlasangiz video yechim, xohlasangiz matn ko'rinishidagi yechimni olishingiz mumkin bo'ladi. Agarda bot qandaydir sabab bilan qotib qolib yoki javob bermay qolgan bo'lsa, demak, mana bu yerda menyu qismi bor. Menyuni bosgan vaqtimizda botni ishga tushirish degan narsa chiqadi. Mana bu yerda Geminidan javob ham keldi. Xo'sh, bizda qanday ishlanishi barchasini so'zma-so'z yozib berdi. Demak, oxirida tasdiqlash. Hisob-kitob dastur natijasi 120 belgilangan, javob ham 127. Demak, testda to'g'ri belgilangan. Bizda 127 admin tomonidan belgilangan javob haqida aytyapti. 127 to'g'ri belgilangan. Xuddi shu tartibda demak bajarishligingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari nazorat ishi tugmamizda bazada bor bo'lgan savollardan informatika attestatsiyaga tushadigan spesifikatsiya asosida Python dasturlash bo'limidan 3 ta savolmi 3 ta, algoritmlashdan 2 tami 2 ta va hokazo. Har bir bo'limdan ko'rsatilgan nechta savol bo'ladigan bo'lsa, xuddi o'sha tartibda tayyorlab beradi. Faqatgina bunda oddiy test bajarishdan farqi, javob berganimizdan keyin bunda video yechim yoki rasm yechim, shunga o'xshagan narsalar chiqmaydi, faqatgina test. Testni ketma-ket bajarib ketaveramiz. Vaqt bo'yicha testni bajarish. Bu yerda foydalanuvchilar o'zlarini vaqtga qo'yib sinashlari mumkin. Mana bu yerda vaqt ketdi.
savollar birin-ketin ko'rinadi. Bu ham xuddi o'sha spetsifikatsiya asosida bazadan tanlab oladi, o'zidagi bor bazadan. Testlarga javob berganimizdan keyin, misol, bunda ham qanaqadir e'tirozlaringiz bo'ladigan bo'lsa, buni yakunlash qilaman. Yakunlayman. Har bir savolni o'zida ko'rgan vaqtimizda, demak, e'tiroz yuborish tugmalari bor. Misol, e'tiroz yuborish tugmasini bosgan vaqtim bu savolning javobi aniq bejavob bo'ladi. Endi bejavob bo'ladi emas, aniq javobni o'zini ko'rsatishimiz kerak. Chunki javoblar tartibi o'zgarib keladi bizda. Hop. 1-sinf Cambridge darsligi 70-betda berilgan. Ko'rinishda mazmunda yoziladi va yuborish tugmasi bosiladi. E'tirozingiz muvaffaqiyatli yuborildi. Rahmat. YG savollari ham xuddi shunday, attestatsiyada tushgan savollar ham xuddi shu tartibda bajarib ketiladi.